Assalomu alaykum do'stlar. Mana nihoyat tarixda birinchi marotaba O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Bunday tarixiy voqeaga guvoh bo'laman deb ko'plab o'zbekistonliklar AQShga kelishmoqda. Ular qonun doirasida shu FIFA saytlari orqali O'zbekistonning o'yinlariga biletlarni sotib olishgan, AQShning elchixonasiga rasmiy murojaat qilib, vizalarga ega bo'lishdi. Va yaqin vaqtda ular AQShga O'zbekistonning futbol bo'yicha terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun uchib kelishga reja qilishmoqda. Va aynan shu vatandoshlarimiz uchun men bugun bu videoni olishga qaror qildim. Bugungi videoda biz shu AQShga kelayotgan bizning vatandoshlarimizga eng kerak bo'lgan muhim ma'lumotlar haqida gapirib o'tamiz. Bu albattaki chegaralardan o'tish masalasi, xavfsizlik masalasi, turar yashash joylari masalasi va hokazo savollar. Shuning uchun keling bosqichma-bosqich boshlaymiz. Mana siz vizaga ega bo'ldingiz va O'zbekistondan AQShga uchyapsiz. Siz borayotgan shaharlarda O'zbekistonning shu rasmiy vakolatxonalari, keyin o'zbek vatandosh diasporalarimizning idoralarini telefonlarini oldindan o'zingizga saqlab qo'yinglar. Masalan, O'zbekiston va Portugaliya orasida o'yin Texasning Houston shahrida bo'lib o'tadi. Texasda ham o'zbeklarning diaspora idorasi bor. Hozir shu yerdan Texasda joylashgan o'zbeklarning diaspora idorasiga silkani yuklab qo'yamiz. Bundan tashqari videoni opisaniyasida ham silkalar bo'ladi. Hozirdan ularni Telegram kanallariga yozilib olinglar. Bu yerda albatta sizlarga kerak bo'lgan ma'lumotlar yuklanadi. Uchishdan oldin men sizlarga FIFA Pass ilovasini yuklab olishga tavsiya qilaman, chunki aynan shu tizim orqali siz O'zbekiston terma jamoasining muxlisi, fanati sifatida tezroq tekshiruvlardan o'tib olishga imkoniyatga ega bo'lasiz. Mana birinchi muhim joy bu chegara. Chegaradan o'tayotganingizda, masalan, AQShda siz bilan shu chegara xizmatining xodimlari gaplashishadi va sizga savol berishadi. Pasportingizda AQShga vizasi borligi bu sizga hali 100% kafolat bermaydi. Bir xil vaziyatlarda aynan chegarani xodimi sizni vizangizni joyida annulirovать qilib vatanga qaytarib yuborishi mumkin. Bunday harakatlarga nima asos bo'ladi? Masalan, sizga savol berilsa, siz yolg'on javob qaytarsangiz yoki sizni javobingizdan shu chegarani xodimi siz AQShning xavfsizligiga bir qandaydir ugroza bo'lishingiz haqida fikr yuritsa, shunda ham chegarada ishlayotgan xodim sizni AQShga qo'ymaslikka haqli. Chegaraga kelishdan oldin siz albatta AQShda qayerda yashaydigan manzilingizni o'rganib oling. Sizni AQShda kimdir kutayotgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni siz ochiq va oydin tarzda yetkazib bering. Bundan tashqari, AQShda sizni yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz haqida ham savollar sizga berilishi hech gap emas. 2026-yildan boshlab endi telefonlaringizga ham ehtiyot bo'ling. Chegaradan o'tayotganingizda aynan sizni telefoningizni alohida tekshiruvdan o'tkazishga xodimlarning vakolati bor. Shuning uchun telefoningizdan shu bo'lmagan narsalarni o'chirib tashlanglar. Mana Xudoga shukr chegaradan o'tib oldingiz va Amerikaning Birlashgan Shtatlariga xush keldingiz. Birinchi bo'lib SIM karta yoqtirishga harakat qiling. Hozir juda ham ko'p onlayn servislar bor. Ilgaridek aeroportlardan SIM kartalarni sotib olishga ehtiyoji yo'q. Hozir juda ko'p bunday servislar bor. eSIM qilinadi onlayn. O'zingizning SIM kartangiz bilan shu kirib kelgan davlatingizning SIM kartalarini shu avtomatik tarzda telefoningizga yoqtirishingiz mumkin. Buni imkon qadar kelishingizdan oldin ham qilib olishingiz mumkin. Umuman qilib olganimda AQShning shaharlarini xavfsizlik bo'ladi, lekin bir xil vaziyatlarda ko'chada shu uysiz qolib ketgan odamlar, har xil mental kasalliklarga ega bo'lgan odamlarni ko'rishingiz hech gap emas. Boshqa tomondan, Janubiy shtatlarda ko'p odamlar ochiq tarzda qurol olib yuradi. Bunga ham siz hayron bo'lmang. Chunki masalan, Texas va Florida shtatlarida fuqarolar bemalol magazinlardan o'qotar qurollarni sotib olishga haqqa ega. Albatta, har bir bunday katta xalqaro musobaqalarda mелкий prestupleniylar ko'payadi. Bu karmanniklardan boshlab sizning shaxsiy narsalaringizni o'g'irlaydigan har xil shu shaxslar. Hech qachon mashinaning salonlarida shu ryukzaklaringiz bo'ladimi, kompyutermi yoki boshqa shaxsiy narsalaringiz bor bo'lsa, hech qachon qoldirmanglar. Baland ehtimol bilan oynalaringiz sindiriladi va sizning shaxsiy narsalaringiz o'g'irlanadi.
Ha, ko'pchilik uchun shu Jahon chempionatining birinchi joyi bu Meksika bo'ladi. Aynan Meksikada O'zbekistonning birinchi o'yini o'tkaziladi. Meksikaning shaharlarida juda ham ehtiyot bo'linglar. Faqat shu davlat tomonidan belgilangan axranalar qo'yilgan joyda bemalol yurishingiz mumkin. Lekin sal nariroqga chiqsangiz, siz o'zingizni juda ham xavfli vaziyatga qo'yasiz. Meksika nihoyat chiroyli davlat, juda ham boy tabiatga ega, qadimiy urf-odatlar, chiroyli shaharlar, lekin bir narsani nazarimizdan chiqarmaylik, bu haligacha ham juda ham bir xavfli davlat. Bu degani jinoyatlarning darajasi juda ham baland. Umuman shu jahon chempionatida agarda siz qayergadir bormoqchi bo'lsangiz, yaqinlaringizga albatta ma'lumotlarni qoldiring. Qayerga borasiz va qachon qaytib kelasiz? Tanilmagan shaxslardan shu spirtlik yoki boshqa ichimliklarni olib iste'mol qilishdan boshingizni torting. Bankomatlarni ishlataman desangiz, faqat banklarning ichidagi bankomatlarga kirib, xavfsiz joyda pulingizni yeching. Sal kichkinaroq joylarga kirib qolsangiz, o'zingizni bank kartangizni ishlatishdan ehtiyot bo'ling. Men sizga tavsiya qilaman, yoningizda albatta $200-300 naqd olib yurish. Nimaga desangiz, chunki bunday vaziyatlarda sizning bank kartangizni ma'lumotlari o'g'irlanishi hech gap emas. Ha do'stlar, imkon qadar AQShga kelayotganingizda tibbiy sug'urtani rasmiylashtirib olinglar. Nimaga desangiz, chunki masalan AQShda xudo saqlasin siz bir qandaydir bebaxt voqeaga duch kelsangiz, bu yerda kasalxonaga tushib qolganingizdan keyin to'lovlarning darajasi $50,000 dan oshib ketishi hech gap emas. Shuning uchun imkon qadar o'zingizni sog'lig'ingizni oldindan shu xalqaro sug'urta idoralari orqali shu polislarni rasmiylashtirib qo'ying. Imkoniyat bilan foydalanib, men butun o'zbek xalqiga, O'zbekistonning futbol terma jamoasiga muvaffaqiyat tilayman. Xudo xohlasa Allohning yordami bilan biz katta g'alabalarga erishamiz. Shu jahon chempionatiga sayohatni boshlayotgan barcha bizning vatandoshlarimizga men omad tilayman. Xudo xohlasa Meksika, AQSh va Kanada shaharlarida ko'rishib olamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.